Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Manas daryosidan qaytish, Chala tekkan o'q, Anjambay, Sarsanro, Qanliq iz qatorliq tarixiy romanlar va Sabit Damollamning qisqacha tarjimali Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat. Amdi anglaydiganlar, Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 5-bob. O'g'rining yuragi pok-pok. Yovuz odamlarning hayoti hamisha xotirjamsiz. Diderot. 1. Fatih, Akbar, Seyit, G'ani qatorliq sher yurak azmatlarning boshchiligida Nilqa noyisining Ulastay tog'liq rayonida portilgan inqilob butun Şinjan vaziyatini jiddiylashtiribdi. Inqilob otlari hamma yoqlarga tutishib, to'sov olg'isiz holatga kelib qoldi. Jarohatlangan xalq qalbida o'chmas qisos o'ti yalqinjidi. Tomurlaridagi qonlar qizib, kuchlik to'lqinladi. Xalq inqilob o'tini yaqqan mard o'g'lonlarga chin qalbidan opirin o'qishdi. Ulardan so'yinishdi. O't barbara ulg'aymoqda edi. 8-oyning oxirlari Kuomintang hukumati buyruq chiqarib, Jallod Shingsayni markazga yo'tkab ketib, Wu Jongshinni Şinjan o'lkalik hukumatining raisiga tayinladi. U yetib kelguncha Zhu Xiaoliangning muvaqqat raislik vazifasini vaqtliq qo'shimcha o'tab turadiganligini jakarladi. 6 o'g'rining tuyuqsiz paydo bo'lishi va ta'sir doirasining kengayishi Kuomintang aksiyachilarini dakka-dukkiga tushirib qo'ydi. Ular puti ko'ygan to'qidek bir o'rinda turolmas bo'lib qoldi. Ular texmo vahshiylashib, aloqzada bo'lishib, hamma ig'irchilikni xalqqa yuklab, dardini shulardan ilvatadi. Ular yili birer kelishmaslik yuz berib qoladigandek qo'rqishib, hamma kishiga gumon bilan qarashatdi. Shunga birer xavf chiqib qilishning oldini olish uchun xalq ichiga ko'plab jasuslarni o'rinlashtirdi. Bugun noyilik hukumatda bosh shtabning buyrug'iga asosan oldingi sapga oziq-tulik yetkazib berish ishi to'g'riliq jiddiy yig'in echilyotdi. Yig'in kayfiyati odatdan tashqari jiddiy holatda edi. Yig'inda o'ltirganlarning chiroyida qon didori ko'rinmaydi. Qo'yuq istutaklar bulutdek laylab yuratdi. Hammasining qapoqlari tushib ketishgan bo'lib, surlik bir kayfiyat hukm suratdi. 6 o'g'ri nadin, qachon paydo bo'ldi? Shuningdan boshlab bizga paraganchilik tug'ildi. Ularni yo'qotish uchun oldingi saf qismimiz nihoyat shiddatlik, jafoliq jang qilyotdi. Biz ularni oziq-tulik, yem-xashak bilan ta'minlab turmasak, ular urushda qandoq g'alaba qila olsin? Ular bizning bu zaminda xotirjam yashashimiz uchun kurash qilyotdi. Biz tinch amon yashaymiz deydiganmiz. Ularning g'alaba qilishi uchun ularning oziq-tuligini yaxshilashimiz, yordam qo'limizni sunishimiz lozim. Van Goghtayning yapma qapoqlari turilib, go'shtsiz yog'oq yuzlari tatirib ketgan edi. Biz ularga 10 mingdan ortiq non, 2 mingdan ortiq qo'y opirishimiz kerak. Albatta bularni nadan al qilamiz? Xalqdan, boy xo'jamlardan olamiz. Bu degan xalqning xotirjam yashashi uchun ilib berilayotgan xalq inqilobi. Shundoqmi Yo'lbosbek? Shundoq, dedi u zo'rg'a kulib. İçi bolsa içip köygəndək bolvatatdı. Hekimboy, Molla Şangyu, İsrail baylarmı iç-içidin oğlanıp ketivatatdı. Ular qo'ldan chiqib ketadigan mallarini o'ylaganida, ko'zlari qorong'ulashib, beshi qayg'andek bo'ldi. Chiroylari o'ngib, odam iskatidan chiqib ketdi. Yo'lbosbek, Hekimboy, İsrailboy, sizlarning mol charvog'lar qayerda? dedi Van Goghtay. Ular tarafga burilib surlik qarab. Bonjilaqda, deyishdi ular injiqlab. Bundaq yerga kelmaydim. Nadimi kelib qoldim. Qarab turib bu ziyonni qara. Hey, nesbasti. Qandaq qilg'uluq amdi. Heliqi İsmail degan nima? Nadinmi bordi?
Ah Xudo, menga osonlik bergaysan. Bularning diliga insof. İsrailboy shularni o'ylab to'lg'inib ketdi. Undaq bo'lsa, men ikki odamni hozirlab, qo'ylarni haydab, ertaydagi askarlarga yetkazib beradigan ishni qilay. Ular qo'rsqi to'q holda jangga kirsin. Mag'dursiz qandoqmi urush qila oladi? Hozir 6 o'g'ri nilqini ilib, ta'sir kuchini bargancha kengaytiyotidi. Ularni tez besiq turish navbatdagi eng jiddiy, sal qarg'ili bo'lmaydigan masala. Şuna hammamiz birdek harakatga kelishimiz kerak. Yo'lbosbek, Yekimboy, İsrailboy, qandaq? Van Gotay ularga bir-birlab qarab chiqdi. Bo'ladi. Ular shundaq deyishib, qizdirib ketishdi. Tugashdiq. 6 o'g'ri nadinmi paydo bo'ldi? Tinch yashsa bo'lmamdi? Odamni xotirjam yashag'ili qo'yib, nima qila oladigan ular? Shuncha zo'r qo'shin oldida quruq qo'l bilan deganlarni xiyol qilib boshlarini to'van silishdi. Bermay desa o'zlarining nima kunlarni ko'rdiganligini obdanla biletdi. Sodiq Xo'jandin Hojimboydan nimishqa olmaydigandu deb o'yladi Yekimboy. Sodiq Xo'jand bilan Hojimboydan mol olsanglar ko'p, dedi Yekimboy injiqlab. Ulardanmi olamiz? Olmaydigan ish bo'lamdi. Sodiq Xo'jand bojni to'liq topshirib turyotidi. Hojimboy hozir tag'dikan. Uni topamiz. Sen xotirjam bo'l. Hamma boylardan olamiz. Hozirgi jiddiy vaqtda sizlardan ilib turayli. Keyin hukumatimiz sizlarni alohida mukofotlaydi. Yang hokim bilan Matvanjang tamaka chekkinicha jimmida o'ltirishadi. Yang hokim o'z o'rnining quruq ramkaga aylanib qolganligidan hasratlanib, garnizon qo'mondoni Van Gotayga ichidan o'shtiki keldi. Van Gotayning o'zini qilcha ko'zga ilib qo'ymaganligi uning g'azabini keltirdi. Buni o'ylab azoblanadi. Vujujon, ishlar qandoq ketib bordi? O'tganki yig'inda topshirgan ishlar qandoqroq bo'lyotidi? dedi Van Gotay tamakidan birini tutashtirib. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Hamma yerga odam avatdim, dedi u go'shlik yuziga kulka yugurtib. Uning kichik ko'zlari yumilib ketdi. Tez xotirjam bo'ling. Ular nihoyat ishonchli. Yaxshi, askarlarimizning oziq-tulikini yaxshilanglar. Arvakashlarni ishq silib, o'tinlarni ko'plab besib olinglar. Yangi hokim janoblari, shundoq bo'lsin. Bo'ladi, seling janoblari, dedi u ochiq qilib. Bu gapingiz bo'ladi. Van Gotay so'q kuldi. Ochliqlarni to'liqlab olayli. Shundoqmi mollashang-yu? Shundoq bo'lmamdigan. Biz 6 o'g'rini yo'qotsaqla, xotirjamligimiz asliga kelib, ishlarimiz iziga tushidi. Buni hammamiz to'g'ri tushunib, bar amalni ishq silib, o'z hokimiyatimizni mustahkamlayli. G'affar bey uning so'zlarini tarjim qilgach, hammaga zan salatdi. Ko'nglida ularga baho beradi. Van Seling noiti dana fikr qildi, dedi saqchi boshlig'i Wu Shaotan. Hokimiyatni mustahkamlash yo'lida biz har qanday badal to'lashdan bosh tortmasligimiz, hukumatimizga sodiqligimizni amaliyatimiz bilan isbotlashimiz kerak. U qasqan shapkasini ilib yo'g'on taqir beshini siylab, atrofga qarab qo'ydi. Bu yerda muavin hokim, firqa boshlig'i Li Yinlarmo bor edi. Ular Van Gotayning mijozini obdan bilgachga, biror so'zdan qiyib ketib, uningga sat ko'rinib qolishdan va shu sababdan o'z o'rinlaridan ayrilib qolishdan ansirab, undamay o'ltirishadi. Van Gotaymu bara ularning mundaq mijoziga ko'nib qoldi. U bu yurtda mening gapim gap deb yurgachga, ularning jim o'ltirganini yaxshi deb qaraydi. Mollashang-yu, jimib ketilg'u, dedi Van Gotay. Sili uchun jinimiz pida. 6 o'g'rini yo'qotadiganlar ish bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda. Bizga xotirjamlik kerak, dedi u bichorlarcha kulib. Uning chiroyi g'ori yegandek qo'rilib ketdi. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Van Gotay uning mol-mulklariga chiqilmay, xalqdan seliq yig'ishda uningdan nihoyat ustalik bilan foydalanadi. Buningdan Molla Shoyumu xush bo'lib,
u topshirgan ishlarni jon dili bilan bajaratdi. Molla Shangyu bugun o'z mol mulkining ziyonga uchrab qolishidan sal ansirgan edi. Lekin ish uning o'ylaganidek bo'lmadi. Bu ish Yekimboy, Yo'lvasbay va İsrail bayni hayron qoldirmay qolmadi. Vujujan, yana ta'kidlab qo'yay, qo'l ostingizdagilarni davomli harakatlantirib, jamiyatni obdan kuziting. Vaziyat keskin. O'g'irlarning odamlari bu yerga kelib xalqni qutratmasin. Xo'p, selang janoblari, xotirjam bo'ling. Men hamma ishni puxta o'rinlashtiraman. Yaxshi. Qaytib borgandan keyin yig'in ichib, ularga vaziyatni to'g'ri tushuntiring. Vazifasini ig'irlating. Xizmat ko'rsatsa mukofotlang. Xizmat ko'rsatmasa turmush xarajatini qisib oling. Uqdingizmi? Uqdim. Xo'sh, yig'in tugadi. Boshqa gap so'z bormi? Yo'q. Tarqilinglar. Molla Shangyu, bu yoqqa keling. Molla Shangyu Van Gotayning o'zini chaqirayotganligini anglab, xushalligidan og'zi xulqiga yetdi. U kuchuklanib, uning qishiga keldi. "Nemishken sizlar janoblari?" dedi u qo'l bog'lab turib. "Ata 2000 qo'yni oldingi safga haydab bordiganga ishonchli 2 odam teping. Topgan odamingizning bola chaqasi, oilasi bo'lishi kerak. O'zi timan 2000 qo'yni boshqara oladigan iqtidori bo'lsin. Ularni topgandan keyin oldimga boshlab keling." "Bo'ladi. Oson ishkan-ku. Qachon boshlab kelaman?" "Tushdan keyin." "Bo'ladi. Xo'sh, selang janoblari." G'affarbek tarjimonlik ishini tugatib, Molla Shangyuga agashdi. Ular nimalarnidir deyishgandan keyin G'affarbek Udul Barat palvonning uyiga qarab mandi. U bakmu aldirashdek ko'rinadi. Van Gotay o'rnidan turib eshikdan amdila chiqishiga uni saqlab turgan Yekimboy asta uningga so'ngdishib mandi. "Selang janoblari." "Ha, nimish?" dedi Van Gotay to'ngluq bilan. "Kechda bizning uyga berib mehmon bo'lib ketsizlar," dedi u Xanzuchini chala puchuq so'zlab. "Nima deydigansiz? Hozir o'ynaydigan chaqmi? Berib men topshirgan ishni qiling." U Yekimboyning so'zining beliga tepibla tez-tez yurib ketdi. Yekimboy bo'yinlarigacha qizarib turib qoldi. Uning so'zini anglab qolgan Matvanjang uningga nafrat o'qidi. Yo'lvasbek bilan İsrailboy Van Gotayning Yekimboyga varqirganini anglab, ko'ngillari joyiga tushdi. Chunki bular ko'rgulikni hammamiz teng ko'rsak deb o'ylaydi. İsrailboy Yekimboyning qiliqlaridan sal nafratlangandek qildi-yu, lekin u o'zini o'ylab, "Mol dunyo degan odamning jini tursa," deb fikrladi. Yangi hokim darvozadan g'amkin chiqib ketyotdi. U ichida Van Gotayning o'limini tilidi. U uning buyruqi bilan ish qilayotganligini o'ylaganida ichidan xo'rliq his qildi. U mushu azobdan qiynalib, kechicha kirpik qaqmay tamaka chekib chiqatdi. Molla Shangyu kun qayrilganda Nasraxun bilan Turdaxunni boshlab Van Gotayning ishxonasiga kirib keldi. "Van Seling, siz degan odamlarni boshlab keldim." "Yaxshi," dedi Van Gotay uyan-buyan mang'ach. "Siz endi qaytsangiz bo'ladi." "Xo'sh, Seling, ish bo'lsa men tayyor. Chaqirsizlar darrov kelaman." Molla Shangyu shundoq deginicha kaynichilab mingib chiqib ketdi. "G'affarbek, sen bularga so'zimni iniq tarjim qilib ber." "Bo'ladi," dedi G'affarbek Van Gotayning ko'ziga qarab qo'yib. Van Gotay Turdaxun bilan Nasraxunning soqol bosgan yuzlariga, yirtiq kiyimlariga bir qo'r ko'z yugurtib qo'yib, seliq talaffuzda so'zlashga boshladi. "Sizlarga nihoyat jiddiy, nihoyat sharafli bir vazifa chiqib qoldi. Buni o'rindasanglar, sizlarni mukofotlaymiz. Hukumat organlariga o'rinlashtirib, katta xizmat beramiz." G'affarbek ularga uning so'zlarini tarjim qilib berdi. "Ajab yaxshigina," dedi Turdaxun qo'shimsini turib. "Agar vazifani o'rindamay kelsanglar, jininglarga hizi bo'lsanglar bo'ladi. Oilanglardagilarmi yaxshi oqibat ko'rmaydi." Uning so'zi bularning yuragiga tegib andik turvatdi. "Ajab yomon yerdan tutdi bu kasobat. Bo'pti, qani ko'rmaymizmi? Bu ishqa bizni barat soya qilgandikin chatoq chiqmas. Xudo osonlik berar.
deganlarni o'yladi ular. Sizlar Bonjilaq degan yerga berib, Yo'lbasbek, Yekimboy, Isroilboy g'ojamlarning qo'ylaridan 2000 ni tanlab ilib, ertaga opirib bersanglar bo'ldi. Vazifanglar mushu. Ishqa puxta bo'linglar, saqtiliq qilmanglar, bo'lmasa kallanglar ketidi. Bu degan zo'r in'om beradigan, hukumat xodimi bo'ladigan ish tursa, saqtiliq qilamdigan. Bu vazifani jon dilimiz bilan o'rindaymiz, deb qaddini rostadi Turdaxun. Uning bu qilqidan G'apparbek bilan Nasraxun kulvatkili tas qoldi. Yaxshi, nihoyat yaxshi, dedi Van Gotay ularga havaslangan holda zo'r ishonch bilan qarab. Selang janoblari, biz qachon yo'lga chiqamiz? Yaxshi, Van Gotay Turdaxunning so'zidan hayajonlanib ketdi. Sizlar at saharda yo'lga chiqsizlar. Sizlarga biz yaxshi otdan ishkini, oziq-tuliklarni taq qilib beramiz. Van Selanga ko'p rahmat. Vaqtni chin tutinglar. Bizning sizlar bilan aloqalashgan odamlarimiz bor. Sizlarga podachilarmi hamdamda bo'ladi. Van Selang, dedi Nasraxun tamkin holda. Bizga vaqtni uzunroq bersangiz, sizlar vazifani o'rindab bo'lib, qanchalik vaqtda kelsanglar mayli. Gap vazifani o'rindashda. Hozir qaytib, at saharda kelinglar. Xo'sh, Selang, bizni qabul qilganligingizga rahmat. At saharda ko'rishaylik. Xo'sh, dedi Van Gotay xotirjam bo'lgan holda. At ko'rishaylik. Ular xildab kulishgunicha qo'rg'oga chiqayotganda Harvadan o'tin tushirayotgan sidiq ko'kko'z ishini to'xtatib, bularga qarab nimalarnidir deb g'o'dirab qo'ydi. Turdaxun bilan Nasraxun qizg'in paranglashganicha qo'rg'odan aldirash chiqib ketdi. Nasraxun bilan Turdaxunning avatilishida ma'lum sababmi bor. Aslida G'apparbek o'zi odam tepib berishni Molla Shanyuga va'da qilgan edi. U Barat palvonnikiga bordida ahvolni aytdi. Barat palvon ko'p o'ylanishlardan keyin Nasraxun bilan Turdaxunni avatish haqida maslahat berdi. G'apparbek buni to'g'ri topdi. Barat palvon G'apparbekning buni dal vaqtida yetkazganiga rahmat aytdi. Kashda Nasraxun, Turdaxun va bir qancha birodarlar Barat palvonning uyiga yig'ildi. Sorun ahli Nasraxun bilan Turdaxunga qo'yni ertaga amal qilib aparmaslikni, mumkin qadar ili partizanlari bilan aloqalashishni topiladi. Barat palvon o'zi bu yerda bosh bo'lib harakat qiladiganligini aytdi. Oxirida hammaylarni sagak bo'lib, maxfiyatlikni ching saqlash haqida ogohlantirib, bir mazgil yiroqdan qarshi turib, tashviqot elib berish, ili partizanlari bilan aloqa o'rnatish, andin uyushish kuchiga qarab rasmiy harakatga o'tishni uqtirdi. Atsi sahar Nasraxun bilan Turdaxun oilasidagilar bilan xo'shlashib, Bonjilaqqa qarab yo'lga chiqdi. Tosh ko'rikka chiqib, saqlab turgan Barat palvon ular bilan quchoqlashib qaytadan xo'shlashdi. Barat palvon ularning qarisi yetkicha qarab turdi. Keyin etining beshini kayniga burab, qamchi soldi. Endi bu yerdagi ishlarning hammasi uning zimmasiga ortilgan edi. U inqilob qaynimiga bara-bara ichkirlab kirib ketyotdi. Ikkinchi. Tun qorong'u. Atrof sukutga cho'mgan bo'lib, sovuq shamol g'ushqo'y tatdi. Itlarning ansiz qavashlari bu temtaslikni buzib, kechiga ajoyib surib bag'ishlaydi. Ko'cha bo'ylaridagi daraxt shoxlaridan to'kilayotgan sarg'aygan yaproqlar sovuq shamollarda har yon uchatdi. Eriqdagi suvlarning yenlik shildirlashlari anglanib turadi. Shahar beqiniga joylashgan g'ariblik bosgan bog'dan Shamolxonning mo'nliq naqshisi anglanib turadi. Ili vodisi silkindi, zamin amdi uyg'ondi. Amdi uxlab yotmaydi, yurtimizning o'g'lani. Kakkok, qaydisan kakkok. Angladingmi Qosim? Bizni uyg'oninglar da'vatidir. Ajoyib ulug' odamda u. U yurtimizning tongni chillaydigan bulbuli, dedi Qurban atrofga to'ymay qarab. Angladim. Uning naqshisi menga amdi boshqacha anglanyotidi. U chillayotgan kakkok cho'qim keladi, dedi Yasinjon.
Әмді қаяққа бармыз? Өйге кетемдік ya? Dedi Muhammed Gangon. Mən öyge qaytay. Anamdan ənsirafla turvatman, dedi Qasım Joda. Biz şuncha vaqt öydekilerini görmeymo chididik. Bu keçide öyge berip öydekilerini besaramjan qilmay, atila barayli. Hozir biz baratkamni öyge barsak, u odam nima ishlarni qilyotidi? Ahvollashib kelmamdiq. Qurbanning bu kepi hammaylarga maydek yoqdi. Ularning öydekilerini ko'rish istiki kuchli bo'lsa-mu, lekin ozodlikqa intildirguchi bir xil umid qalblarida yolqinjigan qisos o'tlari ularga hech aram bermaydi. Qurban, sen Chimangul bilan ko'rishmamsan? U har qachon borg'u. Yuringlar, avval muhim ishlarni qilaylik. Ular qorong'ulik qo'ynida aldirash mengishdi. Bu kelayotganlar kimlar? Askarlarkan. Saqal yasagandek bir yasab qo'yayli. Bu bo'ladigan gap. Amdi menen kimlikimni bir ko'rib qo'ysin, dedi Qasım Joda mushtlarini tugib. Tamaka chekishib paranglashqa kelayotgan ikki askar tuyuqsiz tekkan musht peshvalardan o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Bizga rahim qilinglar, deb yamashdi ular bularning putiga. Mana rahim qilish degan. Qasım Joda zarda bilan birining ingiga tepdi. Uning burnidan shu hamon qon kelib, keyniga uchib ketdi. Mana shafqat degan, dedi Qurban bir askarni kuchab tepib. Muhammed Gangon bilan Yasinjon yiqilgan askarlarni tepib, dastlab ana manasini ko'ziga ko'rsatdi. Keyin askarlarning birdilla uni o'chdi. Bo'ldi qilayli, yelimi yetkicha urdiq, dedi Qurban. Ular qoniga milinib so'zilib yotgan askarlarga nafrat bilan qarab qo'yib, Barat palvanning uyiga qarab mingishdi. U guylar bizni bek qattiq urvatgan edi. Mana ularnimi urdigan kun keldi, dedi Qurban. O'zimni yengillab qolgandek his qilyapman. Qo'rsqimning ochligimi unutilib ketdi. Toza bir puxodan chiqdim. Hamisha mundaq o'ng kelavermaydi-da, dedi Qasım Joda. O'ng kelmasa, ta'turni o'nglab turdigan Qurban akanglar borg'u, xotirjam bo'linglar. Bulardan birari bir nima deb qolsa, men Qurbanning og'inisi desanglar, ular sizlarga chiqila olmaydi. Qurban qiziqchilik qildi. Qara, mavining yurtga kelibla poch bo'lib ketganini. Yuringlar, boshqa gapni qo'yib, tez-tez mangayli. Ular tun qorong'usi qo'ynida ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Bular ofitser askarlarning ig'ir amgikidan joq to'yib, jinini olqiniga ilib ming bir balolikda Santaydagi dushman uvisidan qechib chiqqan edi. Barat palvonga mushu kunlarda uyqu yo'q edi. U bir tarafdan yo'shurun tashviqot ilib borsa, yana bir tarafdan hukumat askarlariga ancha muncha zarba berib turadi. Shu topda u atiki plan haqida xiyol surib yotadi. U sirtdan bayla kirgan edi. Darvozaning ansiz qiqilishi uni cho'chitib o'rnidan turg'izbatdi. U kiyimlarini aldirab kiyib qo'rg'oga chiqdi. Kim? Men Qurban. Barat palvon bir ishinib bir ishonmay darvoza tuyiga bordi. Biz qechib keldik, dedi Yasinjon atrofga qarab qo'yib. Voy, mundaq danglar. Barat palvon oduqqanicha eshikni ochdi. Qandaqroq ahvolinglar? Salomat turdinglarmi? Barat palvon ular bilan quchoqlashib ko'rishdi. Baratka, qandaqroq turyapsiz? Bu yerdagi ishlar qandaqroq? Qani, uyga kiringlar. Uyga kirib paranglashayli. Barat palvon bularning amon eson qaytib kelganligidan bakmo xushal bo'ldi. Do'st birodarlar salomat turg'andu, Nasra xunkamlarchu. Hammasi salomat. Biz har qatim yig'ilib qolganda sizlarning paringlarni qilishimiz. Yaxshi, bizni unutib ketmabsizlar. Unutib ketamdigan. Ular paranglashqach uyga kirdi. Ajarqan sirtiki Wang Chongdan uyg'onib ketgan edi. U illiq chiroy bilan ularni kutib oldi. Kelinglar. Voy, sizlar kansizlar-ku. Qani, ichkirga uyga kiringlar. Salomat keldinglarmi? U xushalliqdan nima deyishni bilolmay qoldi. O'zingiz salomat turgansiz? Salomat. Qani, uyga kiringlar. Ular ichkirki uyga kirib, joylashib o'ltirgandan keyin duo qilib, qaytadan tinch amonlik so'rashdi. Ajarqon, sen chiqib choy akirib o'tibla tamoq qil,
dedi Barat palvan nima qilishini bilmay pirqirab yurgan ayoliga askartib. Ma'qul, mana hozir. Bo'ldi, Baratka, avar bo'lmanglar. Choy bo'lsa bo'ldi, dedi Yasinjon. Shumi gap bo'ldimi? Sizlar jafo chekdinglar, go'r og'izdan qaytib keldinglar. Bo'lsa-ku qo'y so'ysam bo'ladi. Tamoq yemay qo'rsoq bak ichib ketdi, dedi Qosim Joda kulib turib. Sen gapni tuzda qilasan, mushu yerlaring balanda sening, dedi Barat palvan o'rnidan sal qo'zg'alib qo'yib. Yeydiganning gapi chiqsa, yurki o'ynab ketadi-ku buning. Agar tamoq bermasangiz, Joda qilishdan yonmaydi, dedi Qurban Qosim Jodaga qarab. O'ltirganlar kulishib ketdi. Barat palvan bularning qaradigan yadang'u yuzlariga, o'ltirishib ketgan ko'zlariga qarab achchiq yutdi. Ko'zlariga yosh ilinib, zolim, aksiyatchi hukmronlarga g'azabi tashdi. Jinchiroq g'uva pilildab ko'yotdi. Hammasi yonlariga qaysiyib yetib ketishdi. Ular bu yerda o'zlarini shunchalik erkin his qilishotdi. Demasimi, ularga bakmu harg'inlik yetgan edi. Bir chaqda Ajarqon choy ko'tarib kirdi. Shirani qo'ying, non derizida. Ular choyni ko'rib xili tetiklashib qoldi-da, o'rinlaridan qo'zg'alib Shiraga yaqinlab keldi. Qani, choy ichinglar, qo'rsaqni ozroq astarlab, ondan parani boshlayli. Ular qattiq nonni choyga to'g'irib yeyishga boshladi. Qattiq non ularga shuncha mazalik bilinib, ishtaha bilan chaynashdi. Barat palvan ularning bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan holga qarab, texicha azoblanmoqda edi. "Voy, Qosimaxon, nonni chaynab yutinglar. Yelinglarda turib qilib, o'lib qolmanglar yana", dedi Qurban. "Men bilanla qolding-ku", deb xafa bo'ldi Qosim Joda. "Men endi sana ko'yinmasam, kimga ko'yinaman, do'stim?" Ular choyni ichib bo'lgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. "Aldirab qo'l ko'tarmayli. Mavining keynidan tamoq bor", dedi Qurban. "Ya Allah, Qurban, ya Allah. Buning duosi boshqa, uning duosi boshqa", dedi Yasinjon. "Bakmo judab ketibsizlar. Nima ishlar bo'ldi? Endi anglayli qani. Nimalar degan bilan salomat qaytib kelibsizlar. Sizlarning g'iminglarni ko'p yegan edik. Bizni hukumat xizmatiga silib tarbiyalash uchun ilib bormagan ekan, balki o'zlarining turli ishlariga silish uchun Malaylikqa opirib ekan." Qurban o'zini to'xtatib olib aldirmay so'zlashga boshladi. Uy ichi jimjitlikqa cho'kdi. Qurbanning titrab qayg'uliq chiqayotgan ovozi jimjitlikni buzib turadi. Barat palvanning goh qo'shimlari turilsa, goh g'azabdan badallari chinqilib ketadi. Yuragi siqilib nafsi bo'g'iladi. Qurban boshdan o'tkazgan echinishlik sarguzashtlarini nihoyatda ta'sirli qilib so'zladi. Barat palvan ig'ir uh tartib so'z qatdi. "Sizlar ko'p azob chekibsizlar, boturlik ko'rsizlar. Hozir bularning putiga pit tushdi. Nima qilarini bilolmay, puti ko'ygan to'qidak yuridi. Buningdan bizning kuchimizning bargancha ulg'ayotganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. G'ini boturlar alomat ish qilibdi. Biz endi ishni na'dan boshlasak bo'lar", dedi Yasinjon. "Bayqidak boshlamamdiq. Askarlarni ancha-muncha yasab", dedi Qurban hayyorlik qilib. "Bayatdan nima ish bo'lgan?" dedi Barat palvan. Yasinjon bo'lgan ishlarni so'zlab berganida, Barat palvan bularning qaramliqidan ansiragandek bo'ldi-yu, yana orqadanla ulardan so'yinib ketdi. Shu arada Ajarqon tamoq ilib kirdi. Chamg'ur oshko'kki silib etgan suyuqashning mazalik purqi uy ichini bir oldi. "Sizni avar qildik-da", dedi Muhammad Gangung o'ng'aysizlanib. "Bu kechida avar bo'lgan nima ish bor? Qani, o'xshamagan bo'lsa-mu oshqa beqinglar." Ular tamoqni tez-tez ichishga boshladi. Ular Barat palvanning so'zini anglashga aldiravotdi. Ular oshni ichishib bo'lib, duo qilishgandan keyin Barat palvan so'zini boshladi. "Hozir bu yerda xoin, munofiqlar ko'payib ketdi. O'shur, Zokir, Tursun, Oysxonlar hamma yerga quloq yiqib ting-tinglab yuridi. Sizlar bir mezgil yo'shirinib yuringlar. Oysxonni hammaylan Jujang deb atishib oldi. Paskin jalobni qara", deb ochiqlandi Qosim Joda. "Odam emas hayvonlar."
Ular xalq oldida hamon bir kuni sharmanda bo'ladi. Xalq ularni jazolaydi. Ularning ko'z oldidan izlayotgan xalqning ahuzorliq turmushi bir-birlab o'tib Barat Palvan Nasiraxun bilan Turdaxunning Bonjiloqqa ketganligini, o'zlarining bu yerda qilayotgan ishlarini so'zlab berdi. "Vah, bakmo yaxshi bo'pti bu", deyishdi ular hayajonlanib. "Bizmi amdi bu ulug' ishqa qatilib ketadiganmiz-da. Biz hozir bularni urkitib turayli. Sharoit pishib yetilganda ondan boshqa ish ko'rarmiz. Gap bularga qarshi harakatni to'xtatib qo'ymaslikda. Jinim ichimga patmayotidi", dedi Qosim Joda. "Uyquga qanolmamsan, yiroqni ko'rolmamsan. Ishingni bo'lab yesa bir mushtmu atolmamsan. Qara uning naqshisining mazmunini. Shamolxon bu kunlarda ishkimning oldida to'la naqsh etadigan bo'lib oldi", dedi Barat Palvan. "Uning naqshlari nihoyatda mazmunliq. Anglasam anglag'im keladi. Gohida ko'zlarimga qon to'lib, etilib chiqibla vanselangni bo'g'ib o'ltirib etkim keladi. Yana o'zimni besib olman. U tepilg'usiz bir inson. Yurtimizning qaysari o'g'lani. Agar bu yurtda u bo'lmagan bo'lsa, bu yurt qandoq bo'lib qolar deb o'ylayman. Cho'nglar bu yurtdan yo'qolsa, bu yurtni baloy afat bosadi deyishdikan-ku. Balkim ularning gapi rostdir. Ba'zilar uni bo'ri emitib cho'ng qilibdikan deyishdikan. Yana ba'zilar uni hech kim ko'rmasda uchidikan. Hamma qushlarning tilini biladikan deyishdikan. U gullarga, bog'u bo'stonlarga ajab amraqa. Baratka, uni o'zimizga xabarchi qilib olsak bo'lmamdi?" dedi Qurban o'ylanib turib ketib. "Esimda yo'q narsani ajab esimga solding. Bu bakmu baland gap bo'ldi. O'zi bilan so'zlashib ko'ray. U cho'qim yoqtimaydi. U haqiqatan ulug' odam. Bir kishiga shundoqla qarab, ota-onasining tarixini so'zlab ketadi emasmi? U kirgan do'konning tijoratimi boshqacha bo'lib ketadi. Shundoq, u avliyodek ulug' odam", dedi Barat Palvan. "U o'rmonlar orasida cho'ng bo'lgan. U zimin bilan tang nafaslandi. Bu ziminning beshiga kun tushsa, u chidab turolmaydi. Uning yurt haqida aytgan hikoyasini men sizlarga so'zlab beray." Ular Barat Palvanning hikoyasini anglab bo'lib, tun yerimdan oshganda shirin uyquga ketishdi. Shamolxonning mungluq naqshisi yiroq-yiroqlardan uchib keladi. Sahar darvozaning ansiz qiqilishi Barat Palvanni cho'chitib uyg'otdi. Boshqalar texicha shirin uyquda edi. "Kim?" Chapinini yipinchaqlab chiqqan Barat Palvan qattiq varqirdi. "Men Ismoil Shangan, eshikni tiz och." "Bu yaloqchi nima deydigandi?" deganni o'ylagan Barat Palvan bir xil ansizlik ichida darvoza oldiga bordi. "Nemish bo'ldi bu qoq saharda?" dedi u to'ngluq bilan. Ondan eshikni sharaqitib ochdi. Turli gumonlar uni sarosimiga soldi. "Men seni chaqiryotidi. Muhim gap bor ekan. Eli o'g'irlari bu yerga kelgan o'xshaydi", dedi u bir xil aloqzodlik ichida. "Seni yaqinlaridan bir nechini boshlab olsin" deydi. Buni anglagan Barat Palvanning yuragi o'ynab ketdi. Bir turib yana ishongusi kelmadi. "Qachon kelibdi?" dedi uningdan gap ilish uchun. "Oqshom kelgan o'xshaydi. Vanseling tuzuk uxlamagandek qiladi. Ko'zlari qizirib ishib ketibdi. Eli o'g'irlar kelsa, uning bilan mening nima ishim? Bilmadim. Meni shu chaqirib kel degan", dedi u tilini chaynab. "Men sal turib borman. Sen ketaver. Tezroq ha, vanseling ochiqlab ketmasa yana. Men dashnam yeb qolmay, yaqinlaringni boshlab ol." U Barat Palvanning turilgan chiroyidan qo'rqib asta chiqib ketdi. Ismoil noillik hukumatda tuvan darajalik bir mansabdor bo'lib, xalq uni Ismoil Shangan deb atab olgan edi. "Kimkan u?" dedi Ajarqon ansiz holda. U bu kunlarda Barat Palvandan bakmu ansiraydigan bo'lib qolgan edi. U bir qitim Barat Palvonga: "Siz mushu kunlarda bakmu kech kelyapsiz. Gohi kunlari sahar chiqib ketgancha kelmaymi qo'ysiz. Uning ustiga qalaymiqan so'zlaydigan bo'lib oldingiz. Diqqat qiling", degan edi. Barat Palvon tarini turib ochiqlab:
Xotin haq degan er kishining ishiga aralashib olmay, uyning ishini biladigan deb koyib ketgan edi. Shunga u bugun qo'rqimsirab so'radi. İsmail Şengen Venselini chaqiryapti deydi. Nima qildigando? Kim biladi? Sen çay qaynat, men çay ichib bir baqay. Bo'ladi. U Barat palvonning mijozini obdan bilgachga ortiqcha gap qilmay çayxona tarafga mandi. Barat palvon ichkirki uyga kirganida Qurban amdila uyg'ongan edi. U Barat palvonga ansiz qaradi. Nemish bo'ldi? Bugun meni Venselin alayda chaqirtibdi. Bu xabarni İsmail Şengen yetkizdi. Men sizlardan ansirab, nimaga chaqirtgandi? Sizni birari chiqib qo'ydimi ya? Bilmadim. O'tganda Sodiqboy bilan ba'zi bir gaplarni qilishgan. Yo'q, u undaq odamlardan emas. Amsa kim? Akşam tayoq yegan askarlarning ishimikin deyman. Askarlar bizdan mo tayoq yeb turib Bununla unchula qilib ketmez. Sizden gumonlanyapamdi ya? Hiç bilmedim. Barganda bilarman. Barsangiz qandaq bo'lar? Hech ish bo'lmaydi. Bir qancha yaqinlarimni boshlab borgudekman. Boshqalarmi uyquga qanmagan ko'zlarini tasdiqda echishdi-da. Nemish bo'pti? deb so'rashdi. İsmail Şengen Venselin Barat palvonni chaqiryapti deb kepti. Nemish bo'lgandi? Akşamki ishmidi ya? Yaman urutib qoldiq emasmi? Sizlar yuz ko'zinglarni yuvib choy ichgach turinglar. Men nima ish ekanligini uqib kelay. Bo'ladi. Mashada kutib turayli. Siz kelgandan keyin ondan bizmi xotirjam bo'lib uylarimizga borayli. Biror ish bo'lmas Baratga. Xotirjam bo'linglar. Hech ish bo'lmaydi. Sizlar qo'rsqinlarni obdan to'yg'izib, o'zinglar kutinglar. Ish endi boshlanyapti. Salomatliklarni obdan asranglar. Bekmo yadab ketibsizlar. U shundoq deginicha nima ishligini bilishga aldirib, choymi ichmay chiqib ketdi. Qolganlar uningdan ansirab bearam bo'lib o'ltirib qilishdi. 3. Garnizon qo'mondoni Van Gotay ikki askarning o'lganligi to'g'risidagi ma'lumotni anglab, qattiq cho'chidida kechini kechi demay saqchi boshlig'i Vushautan, Yang hokim qatorliq amaldorlarni yig'ib ciddi yig'in açtı. Bu neymiş emdi? 6 o'g'ri bu yerdimi paydo bo'ldimi nima? Buni tizdan aniqlab bir taraf qilish kerak. Hammanglar non qipilar. Hech ishga yarmaydigan. U chiroyidan muz yog'dirib varqiraydi. O'ltirganlarning hammasi uning surlik talatidan qo'rqishdi. Bu jujang, odamlaringiz nima ish qilyapti? Hammasini o'rlashtirgan, yig'in ochgan, dedi bu shavtan duduqlab. Chiroyi tatargan holda. Bu ishqa sal qarab, bexastalik qilishqa bo'lmaydi. Ofatning tüp yiltizini qurt o'tish kerak. Yang janoblari o'zlarimi sagak bo'lib yursilar. Sizlarni bekorga hokim qilib saylimgan biz. Bu haqqa kulib qo'ygan bilan boshqa chiqadi. Oz to'la uchiqtab, yurkini mijib turish kerak. Yang hokim beshini tuvan silib shukkida o'ltiratdi. Askarlarimizning bu ahvolga qilishi bekmo ichinishli ahvol. Askar degan davlatni qo'g'dug'uchi. Uning kishilar oldida obro'yi bo'lishi kerak. Bilvatamsizlar. Ammo hozir nima bo'lyapti? Buningga jiddiy tadbir qo'llanmasak bo'lmaydi. Har qaysi zapas ochliq omborlarini puxta qo'g'dishimiz lozim. Agar ochliq qo'ldan chiqib ketsa, bizning tugashganimiz shu. Kechda askarlarimizning chorlash ilib berishi xavfga duch keldi. Buningdan avvalmi bir necha qatim askarlarimiz zarbiga uchragan edi. Endi o'lim ishi chiqdi. 6 o'g'ri paydo bo'lmasdan burun bundaq ishlar ko'rilib boqmagan. Endi qaranglar, nima bo'lyapti? Buning cho'qim o'g'rilar bilan bog'lanishliqi bor. Askarlarimiz ko'chada xotirjam chorlash ilib bora olmasa, buni endi qanday qilish kerak? U hammalarga takshi ko'z yugurtib chiqdi. Meningcha, dedi Yang hokim beshini ko'tarib, o'zimni endi bir ko'rsatib qo'ymasam degandek Van Gotayga qarab, bularning o'zini o'zi bilan boplash kerak. Qandaq boplash? Aldirab so'radi bu shavtin. Kunduzda bizning askarlar ko'ch charlasa, kechda yerlik xalqdan tashkillangan qo'g'irg'uchilarni ko'ch charlashga qo'ysak, bu haq nafga amroq. Kichikkina nafga erishadigan bo'lsa, o'zlarini yo'qotib qo'yishidi. Biz
siyliq yumshoq vositalarni qo'llanishimiz kerak. Paltini yog'och bilan saplab, terak kaskulik, Jugalyangdek pam farosat bilan ish tutmasak, yurtni qandoq boshquramiz? Qani buni o'ylashib ko'rsizlar, Seling janoblari. Uning so'zi hammaga ta'sir qildi. Van Goghtayning ichi tarliqi tutib, uningga o'shtiki keldi. Mening so'zlarimni qurashtiriblar degan gapini qara, o'zicha kirilib ketganini deb o'yladi u. Omonlik saqlag'uvchilarni qandoq tashkillash kerak? Agar ular ishonchli bo'lmay qolsa-chu, dedi Van Goghtay qapqini turib. Buningga amal bor, dedi yang hokim. Heliqi chaqda chilishqa tushgan Barat palvon degan buqini bu ishqa pam bilan ko'ndirish kerak. Har qanday yirtqich hayvonnimi yaxshi oziqlantirib ko'ndirgili bo'ladi. Kishilar uning gapini osonlikcha yirmaydi. Ularga ishonch qilib ketishga bo'lmaydi. Askarlarimizmi ancha-muncha charlab turishi kerak. Ularni biz uchun xizmat qildirishga ko'ndirish o'zimizning pam-parastlik bog'liq. Van Goghtay o'ylanib turib ketdi. Buni rad qilib etsam, ishlar murakkablashib ketadi. Ha deb qo'yib, bunimi ko'rib baqayqini. Uning birer ig'iz gapini anglab qo'ygangan nim bo'ladi. Buningdan hozircha foydalanib, keyin eski paypoqni cho'rgandek cho'rvatsam bo'ldi emasmi? Agar qamlashmay qolsa, uningga gunohni yuklab qo'ydiganga oson bo'ladi. U shularni xiyol qilib o'ziga tasalli berdi. Ata Barat deganni chaqirtib kelinglar, so'zlashib ko'ray, dedi u past ovozda andin. Heliqi Sodiq, Hojim degan nimalar ko'rinmaydi-ku. Ular pat-pat ko'rinib tursa bo'ladi, dedi qasdanga. U bu savol orqali yang hokimning gapini burashni maqsad qildi. Hojimboy tog'dan molga qaravotidi. Sodiqboy savdo ishlari bilan aldirash, dedi yang hokim ularni aqlab. U bular bilan har holda yaxshi o'tadi. Buni yang hokimning ulardan az to'la nafga erishib turganligidan ayirib qolg'ili bo'lmaydi. Har holda diqqat qilinglar. Bularga ancha ishnib ketishga bo'lmaydi. Ularning biz tarafga o'tmaginiga xili vaqtlar bo'lib qoldi. Ular ancha-muncha ko'rinib tursa, ko'ngil to'qib turadi. Olimadiz ularning niyati buzilib, eli o'g'irlarga qitilib ketsa, qandoq bo'lgulik ha? Ulardan xotirjam bo'ling. Ular eli o'g'irlarga yantayoq bo'ldiganlardan emas. Siz xotirjam bo'ling, dedi yang hokim. Xotirjam bo'ling deb nim ishlar chiqyotidi. Qachon jahon tinchsa, men shu chaqda xotirjam bo'lman. Vujujang, sizmi odamlaringizni beqib yatmay ish qilsang, ishni beqib ovg'i solmaganning nim foydasi ha? O'lgan askarlarning ishini darhol aniqlab chiqing. Hozir vaziyat keskin. Sal chaqlig'ili bo'lmaydi. Hammanglar o'zinglarga puxta bo'lib, ahvolni vaqti-vaqtida inkos qilib turinglar. Bu qatimqi ishqa qat'iy sal qarashqa bo'lmaydi. Ha, boshqa gap so'z bormi? Yo'q, yig'in tugidi. Van Goghtayning bugungi alfozdan hammasi qo'rqib qoldi. Uning ochiqi kelsa, dadasinimi o'ltirib o'tishdan yonmaydigan mijozini hammasi obdan bilgachga, tinsiz o'rinlardan turib tarqalishdi. Ular sirtqa chiqibla o'zlarini eniklab qolgandek his qilishdi. Yang hokim o'zining oqilona tadbiri bilan uni qoyil qilganligidan xushal edi. Agar gap qilmay o'ltiraversam, u meni nima chaqlaydikina? Hay, mushundaq qilib uning bilan o'chakishib qolmasam bo'ladi-ku. Voy, o'chakishib qolsam qolarman. Shularni o'ylab, uning xiyollari chigishlashdi. O'tganki bir ish hammasining yuragini qattiq mujib qo'ygan edi. Ular bu ishni asla unuta olmaydi. Fan familiyalik beri Van Goghtay o'ttirg'a qo'ygan ishonchli odamlarni xalq ichiga o'rinlashtirib, hukumatga qarshi tashviqot ilib berib, xalqni qo'zg'atish, ondan ularni bir yo'lala qirib tashlash, shu orqali xalqning yuragini mujib qo'yish degan fikrni rad qilib, helimu askarlarimizning bulang talanglari yetib ishyotidi. Alvang yasaqmo yetkuchi bor. Ular bizni tinsiz beqivatsa, yana ularni qirib nima qilamiz deganligi uchunla u qasdlab o'ltirilgan edi. Saharda Van Goghtay Barat palvonni saqlab xili o'ltirdi. Nimandoq kelmaydi deb ochiqlandi u. Keladigan vaqti bo'lib qoldi, dedi Ismoil Shangan titrab turib. Men qarab baqay.
O şundaq deb eshikni ochdi. Ana, ular kelyapti. Uning sidam yuzlariga kulka yamirdi. Ismoil, xo'sh selang nima gaplar barkan? Uyg'ur oshpazlarga xabar qil. Ziyofatni katta raslasin. 5-bob tugidi.